Kimlardi qizi? Ey yigitlar, qaynatam tuppa-tuzli odamni shu qizi shunaqa peli chatadi demang. Chunki sizni qaynatangiz Abu Bakr bilan Umar bo'lganda ham u qiz fe'lda endi bu nima qilasiz endi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkaklarga ta'lim berib, albatta ayol kishi qiyshiq qovurg'adan yaralgan. Uni tuzataman dema, sindirib olasan, qiyshiqligicha foydalanaver degan. Faqat bir-biriga moslashib, siz ham o'sha qiyshiq qovurg'aga Ammo mana shu ojiza bo'lgan, latifa bo'lgan, zaifa bo'lgan ayollarga lutf bilan muomala qilishlik musulmon erkak uchun katta fazilat hisoblanadi. Bu to'satdan bo'lgan nikohdan Oysha onamiz tilni tiyishlikka majbur bo'ldi. Qayerdan keldi bu muammo? Ahvol og'ir. Payg'ambarimizni qalbini egallashga yana bitta xaridor